Mana bugungi mijozimizga yangi chiqqan polistirol bloklarini ishlab chiqarish uchun qoliplar yasab beryapmiz. Qolip lazerda kesilgan, teriladigan variant bo'lgan. Bunday terishni osonlashtirish uchun mana bunaqa ilmoqlar qilingan. Ilmoqlar spesialniy katta qilingan, ishlash qulayliklar yaratish uchun o'zini sirlari bo'lar ekan. Namanganliklari chizmasi bo'yicha qolip kesib berganmiz. O'sha ishlab chiqaruvchilar ishlatib, shu variantni qulay deb bilgan chizmasini olib, o'sha chizma bo'yicha kesib berdik. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu tomoni yon tomoni, orqa oldi tomoni bo'ladi. O'rtasida перегородкалari bo'ladi. Qolip 24 talik, 25 ga 30, uzunligi 60 bo'ladi. Buni mana sheriklari bor. Общий 5 komplekt qolip yasab berganmiz. 120 taga yaqin ish chiqadi. 5 komplektda. Mana lazer kesish xizmatlarimiz bor. Hozir paytda ham qolipning sheriklari kesilyapti. Bundan tashqari tunukaponchilarga asinkovning krashinning listlari ham kesib berish xizmatini ko'rsatamiz. Mana listlar qanday kesishadi 3 metrdan. Bundan tashqari svarkalash ishlari ham bor, bukish xizmatlari ham bor. Bu xolodilnikni eshigi bo'ladi. Bukilgan listdan, listdagi stanogimizda stiklopaket qo'yilgan. Jarayonlarni ko'rsatib boramiz. Pena qo'yish jarayoni. Stiklopaket qo'yilgandan keyin ichiga pena quyib yuboriladi. Bu listdagi stanogimizda bukib beramiz. Kimga xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Sirdaryo viloyati Guliston shahrida ishlab chiqaruvchilar bor bo'lsa, ishlab chiqaruvchilarga shunday xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanamiz.